Men doktor Sachin Kandari Deli shahridagi IBS shifoxonasining nevroxirurg hamda direktori bo'laman. Bu shifoxona asosan neyrofanlar va ortopediya sohasiga ixtisoslashgan. Biz bu yerda murakkab nevroxirurgik operatsiyalarni amalga oshiramiz, jumladan miya o'smalari, orqa miya o'smalari, umurtqa pog'onasi jarohatlari va falaj kabi kasalliklarni davolaymiz. Bizda dunyodagi eng ilg'or mikroskopiya va yuqori darajadagi nevroxirurgiya uchun zarur bo'lgan boshqa ilg'or davolash usullari mavjud. Shuningdek, biz juda rivojlangan neyromodulyatsiya asosidagi neyroreabilitatsiya markaziga egamiz. Bu yerda biz robototexnologiyalar va zamonaviy texnologiyalar, miya kompyuter interfeysi, miya xaritalash va stimulyatsiya usullaridan foydalanamiz. Ushbu markaz bosh jarohatlari, umurtqa jarohatlari, insult, falaj, serebral falaj, autizm, demensiya kasalligi va boshqa muammolar davolash uchun mo'ljallangan. So'nggi 10 yil ichida bizga Markaziy Osiyodan, ayniqsa O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistondan ko'plab bemorlar kelmoqda. Ular orasida biz katta ishonch va hurmat qozondik. Nevroxirurgiya va ortopediya sohasida maxsus davolanishga muhtoj bo'lgan har qanday bemorga yordam berishga tayyormiz.